Farg'onadagi eng yaxshi kompyuterxona qaysi fikrlarini kommentariyaga yozib ketinglar. Ungacha men Millennium kompyuterxonasini obzor qilaman. Qaytgacha bu videoning tagiga eng ko'p do'stini belgilagan bir kishi ertalabdan kechgacha 24 soatda kompyuterda bepul o'ynaydi. Millennium kompyuterxonasida 40 ta kompyuteri, bundan tashqari 4 ta PlayStation bor. Millenniumga kelsalar, abdelning vip-zallari bor. 5 ga 5 sinfdoshlar kelib maza qilib kontrol o'ynarasizlar. Ilhomjon, Farg'ona tezkor nomidan kelganlarga nima skidka qilib berasiz? 10 ta joy zayd qilgan odamga bittasi bepul va Dota, CS:GO'dan 5 ta joy zayd qilgan odamga kompliment bonus suvlarimiz ham bor. Bosh kerak. Ilhomjon, kelib akkaunt ochganlarga nima bonuslar bor? Akkaunt ochgan odamga 20% skidkalarimiz bor. 50 ming tashlasa 60 ming, 100 ming tashlasa 120 ming so'm bo'lib tushadi. Bosh kerak. Millennium kompyuterxonasida kuch zonalari ham bor. Xullas, yeb ichardan umuman muammo yo'q. Manzil Farg'ona shahar Asakabank chorrahasida Osiyo marketiga to'g'risida MDM klinikani ro'parasida murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'langlar. Lokatsiyani tashlab berishadi. Bu videoni kompyuterda yaxshi ko'rgan do'stga jo'natib qo'ying.